Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya vel mursalin. İmam Buxoriy rahmahullohning Al-Adabul Mufrad nomli bu hadis kitobini dars qilayotgan bugun yana shu darslarimizning davomini o'qiymiz. 159 hadisni so'zlab 160 hadisga kelibmiz. حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان عن ابن هانئ عن أبي أمامة سمعته يقول ibn Hani Abu Umamadin rivoyat qilib mundaq degan, men uning mundaq deganligini angladim. Al-kanudu allazi yamna'u riftahu va yanzilu wahdahu va yadribu abdahu. Kanut degan, ya'ni Allohning ne'matlariga kafir bo'ldigan, nurg'un yaxshilik ichida yashab turibmi, xuddi o'zi qat'iy yaxshilik ko'rib baxmagandek, turmushidan, ahvoldan har vaqt zarlanadigan, tuzkor, nankor odamni kanut deymiz. Buni Abu Umama sharhlab allazi yamna'u riftahu yaxshiligini cheklaydigan, boshqalarga xayr, ehson xayri saxovat qilmaydigan va boshqalarning o'zining qo'lidagi narsasini boshqalarning o'ziga sherik bo'lib qolishidan piqsiqlik qilib bir joyga tushsimi o'zi yolg'iz tushadigan kishilarga aralashmaydigan va o'zining qo'lini uradigan kishini kanut deymiz deb sharhlabdi. Bu hadisga qaraydigan bo'lsak, Allohning ne'matlariga tuzkorlik qilish, boshqalardan xayri ehson va sil rahimni uzish va yolg'iz yashash, ya'ni bexillik qilib yolg'iz yashash, qulun urush qatorliq yomon sifatlar so'kilgan, ya'ni ayblangan. 161 hadis. Haddasana Hajjaj ibn Minhal qala haddasana Hammad ibn Salama an Ali ibn Zayd an Sa'id ibn al-Musayyab. Yani bir sanat o'xshaydi hadisning. Va Hammadu an Habibin va Humaydin anil Hasan. Anna rajulan amara g'ulaman lahu an yasnuwa ala ba'irin lahu. Ma'lum bir kishi o'zining g'ulamini, ya'ni xizmatkarini to'gisining ustida suv tushishga buyurdi. Yasnuwa degani suv tushishga buyurdi. Fanamal g'ulamu, ilqi bola uxlab qoldi, xizmatkar uxlab qoldi. فجاء بشعلة من نار فألقاها في وجهه. Şunun bilan yil xo'jayin o't eklib, u o'tni u xizmatkarning yuziga tashladi-da, fataraddal g'ulamu fi bi'rin. Yilqi xizmatkar o'zini quduqqa tashladi. فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه. ياكي فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تنقط قندا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كالدي. ياكي او عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقشق بعد يعني خزمتكار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه نو يزدكي كيهنن زني كوددا وني أزاد قلبتي. Yani bu hadisda xo'jayinlarning qo'li ostidagi qullar bo'lsin yoki xizmatkorlar bo'lsin, ularga pastkashlik qilib, razillik qilib, bunda qattiq jazolashni cheklagan. 84-bab babu bay'il xodimi minal a'robi. Xizmatkorni a'robilarga, ya'ni badaviy, sahro, cho'llarda yashaydigan ilmsiz, qarqo'saq mushunaq kishilarga setib o'tish. 162 hadis. حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرة عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها. عائشة رضي الله عنها üzünün bir çörüsünü müdabbir qildi. Yani siz men ölgəndikən hörsiz, azadsız dedi. Fəştəkət Aişatu. Aişə radiyallahu anhu ağrıb qaldı. Fəsəələ bənu əxihə tabiban minəz-zud. Onun akisining o'g'illari, ya'ni jiyan bolalari indilardan bo'lgan yoki qarlardan bo'lgan bir tevibdan so'radi. Faqala, shuning bilan ilqi tevib mundaq javob berdi. Innakum tukhbiruni an imra'atin mas'uratin. Sizlar menga bir sehrlangan bir ayol to'g'risida gap qilyapsizlar. Saharatha amatun laha. Uning bir cho'risi sehrlabdi, dedi. Yani bu doktorlikda naydi usta mahir doktor bo'lganligi uchun kasalni anglab yoki ko'ribla sehrlanganligini bilib olgan. Fa ukhbirat Aisha. Aisha radhiyallohu anhu bu ishdan xabar topdi. Yani bu ish Aisha radhiyallohu anhuga yetkazildi bu gap. Qalat sahartini, siz meni sehrladingizmi? Yani Aisha radhiyallohu anhaning odilligidan
doktorning gapi bilanlam u meni sehrlabdi deb hukm qilib etmasdan cho'risini akilib yana uningdan so'ratidi. Faqalat na'am, shundoq dedi ilqi cho'ra. Faqalat walima la tanjiyanna abadan. Nimishqa sehrildingiz? Undaq siz hargiz nijotlik erishamaysiz, ya'ni qutulanmaysiz hargiz dedi. Ya'ni Oysha radhiyallohu anha bu cho'rning mushu qilg'iniga uni jazolab boshqa eski Arabiy xo'jayinlarga setib etmoqchi bo'lgan. Chunki bu cho'ra sabr qilmasdan Oysha radhiyallohu anhaning baldiroq o'lib ketib, o'ziningki qulluqdan ozod bo'lishiga aldirib ketib, Oysha radhiyallohu anhaga sehr qilgan. Shuning uchun Oysha radhiyallohu anha bu cho'rni boshqalarga setib etmoqchi. Shunga siz hargiz qulluqdan ozod bo'lolmaysiz amdi deydi. Summa qalat. Andan mundaq dedi. Bi'uha min sharril arabi malakatan. Arablardan noiti yomon bo'lgan xo'jayinga, eski xo'jayinga setib etinglar bu cho'rini dedi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu